ismingiz nima aka? Shohasan. Ikkita ismingiz bormi? Uchta. Qanaqasiga? Qanaqasi ikkita? Shoh Hasan deyapsiz-ku. Buyurib aytmayapman. Yo'q, Shoh keyin Hasan deyapman. Shohasan deyapman. Ha, Alazoxin degan endi ekan-da. Alazoxin degan ekan-da. Meni ham gaplashib bering o'shanaqa. Qari, ati chiranib turibdi hozir. Ati yig'idim. Qali. Nimasini gaplashyapti? Ushlab qo'ying, degorechi. Tabiiy, g'ish qo'yib, bitta qo'yib katta bo'lganman. Shu aka. Nima qilyapti? Ushlab qo'ying aka. Suv baqa kirib ketadi dedim aka, sekinroq o'shay. Siz qattiq ushlab qo'yar ekansiz. Bu yerda gaplashish kerak. Gaplashmaylik aka, bo'y. Gaplashaman. Ringyorlar bo'ladi, qizlar raqam ko'tarib chiqadigan. Ha. Sizni o'shanga gaplashgan yaxshi. Men raqam ko'tarib chiqaman. Yo'q, qo'y aka, u to'g'ri kelmaydi. U men hamda yo men ham video qilayim ekan. Ashtagonliga menga jang ber deb. Aka, Omil aka yaqinda shunaqa video qildim, o'xshadi. Hech qayerdan haligi kredit ololmayotgandim, haligi davlat ishida ishlashing kerak bir narsalar deyotgandi. Shunday bankda oldiga bordimda, shunday futbolkam yechib turib, bank menga kredit ber deb baqirdim. Bank kredit berib yubordi menga.